Assalomu alaykum ustozlar hammaga. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun sizlar uchun alohida yog'li mavzu tayyorlab qo'yganman. Xudo xolasa foydali bo'ladi. Qanday qilib attestatsiya imtihoniga tezroq tayyorlanib, bittada 86 ball va undan yuqori natija qilish mumkin. Shu haqida gaplashamiz. Darsni oxirigacha ko'ringlar. Kerak bo'lsa, qog'oz ruchka olib ko'ringlar. Yozib, konspekt qilib, xudo xolasa ancha foydali ma'lumotlar bo'ladi. Video siz uchun foydali bo'ladi agar siz 70% lik ustamaga harakat qilayotgan bo'lsangiz. Ya'ni juda ko'pchilik oyligi pastligidan noliydi, boshqa narsadan noliydi, lekin 70% ustama ham ancha-muncha, demak, oyliklaringizga qo'shimcha bo'lib, yaxshi daromad topishlaringiz mumkin bo'ladi. Attestatsiya topshirgansiz, lekin attestatsiya imtihonidan yiqilgan bo'lsangiz ham bu videoni ko'rishingiz kerak. Nimaga? Chunki attestatsiya imtihoniga boradigan ustozlari 70% dan ziyodrog'i attestatsiya imtihonidan yiqilib qaytadi va bu narsa o'zlariga bo'lgan ishonchini pasayishiga, maktabdagi demak o'quvchilarini yoki bo'lmasa o'zini hamkasblarini u haqidagi fikrni o'zgarib qolishiga sababchi bo'ladi. Shuning uchun ko'rish kerak. Agar maktabda dars berayotgan bo'lsangiz, 70% lik ustamani olib qo'ygan bo'lsangiz, toifa imtihoniga borib bittada demak imtihondan o'tib keladigan bo'lsangiz, sizga har taraflama foydasi bo'ladi. O'quvchilaringiz oldida ham, jamoangiz oldida ham moliyaviy tomondan ham har taraflama sizga foydasi bo'ladi. Agar oila bilan bo'lib tayyorlanishga vaqt topa olmayotgan bo'lsangiz, juda ko'pchilikda shunaqa muammo bor. Ayol ustozlarimiz oilasi bilan bo'lib, bola chaqasi bilan bo'lib, qaynona qaynotasi bilan bo'lib, demak, o'zini ustida ishlashga vaqt topa olmaydi. Bu muammoni demak hal qilib ketamiz xudo xolasa. Agar attestatsiya imtihoniga borgan paytingizda sizda ham vaqt muammosi bo'layotgan bo'lsa, bu narsani ham alohida ko'rib chiqamiz. Chunki men o'zim darslarimda o'quvchilarimga bergan ba'zi metodlar orqali joyi kelsa savollari qog'oz ruchka ishlatmasdan ham bemalol yechib javobini belgilab biladilar. Bu metodlarni ham dars davomida sizlar bilan bitta ko'rib chiqamiz. Agar yangi turdagi misollar kelgan paytida sizni duxingiz uchib qolayotgan bo'lsa, o'zingizga ishonchingiz pasayayotgan bo'lsa, yokida bo'lmasa bu masalaga qanaqa yechim berish kerak, qanaqa yechim qilib to'g'ri javobga borish mumkin, mana shu muammolar bo'ladigan bo'lsa, darsni oxirigacha ko'rsangizlar, xudo xolasa, bu muammolari hammasiga men sizlarga yechim beraman. Bu darsni oxirigacha ko'rib chiqqaningizdan keyin sizda nimalar o'zgaradi, ustozlar? Attestatsiyadan nimaga 80% va 70% dan yuqori ustozlar attestatsiyadan yiqilishini asl sababini nimadaligini bilib olasizlar. Attestatsiyadan o'tish uchun men o'zimda demak 5 ta muhim qoida bor, 5 ta muhim strategiya bor. Mana shu strategiyalarni ham men sizlarga dars davomida berib boraman, o'rgataman. Bu 5 ta strategiyani ko'rgandan keyin ustozlar sizlarda imtihondagi hayajonlar yo'qolib ketadi o'zidan o'zi va undan tashqari qanday qilib masalalarga to'g'ri yondashib, kerak bo'lsa qog'oz ruchka ishlatmasdan qanday qilib javobdan ketgan holatda ham demak to'g'ri javobga kelish mumkinligini, 120 minutlik testni demak to'liq yechib olish uchun sizga 120 minut emas, 80 minutda qanday qilib ulgurish mumkinligini xudo xolasa ko'rib o'tsangizlar bo'ladi. Bu 5 ta strategiya har yil tizimli ravishda menda o'qigan 500 tadan ziyod ustozlari natijaga olib chiqishga yordam berib kelyapti. Ya'ni sizdan talab qilinadigan narsa o'quvchilarim demak yuqori ball olishiga yordam bergan omillar nima? Shular o'zlaringiz uchun bilib olib, keyingi safardan o'zlaringiz uchun bemalol ishlatsangizlar bo'ladi ustozlar. Men Abbosxon Sayliyev, O'zbekistondagi demak eng top 10 talikda turadigan matematiklardan bittasiman. Buxoro viloyati Qorako'l tumanida tug'ilganman. 6-sinfligimda matematika fanidan o'tkazilgan bilimlar bellashuvini respublika bosqichida 2-o'rin olganman. Undan tashqari 2015-yilda Xitoyda 14 yoshgacha bo'lgan o'quvchilar kategoriyasida yakkama-yakka musobaqalarda qatnashib, kumush medalni qo'lga kiritganman. Eng yuqori erishgan natijalarimdan bittasi 2019-yilda Qozog'istonda bo'lib o'tgan Jaotikov olimpiadasida O'zbekistonga 2-chi oltin medalni olib kelganman. 2022-yildan beri ustozlarga onlayn dars berib kelaman va o'tgan yili 2025-yilda ustozlar o'rtasida o'tkazilgan ustozlar olimpiadasini respublika bosqichiga qatnashib, demak, top 10 talikka hakamlar hay'ati a'zoligiga kirganman. 2022-yildan beri har yil tizimli ravishda 500 dan ziyod men o'qitgan o'quvchilar attestatsiya imtihoniga borib, toifasini ko'tarib, natijasini yaxshilab kelishyapti.
attestatsiyadan o'tish uchun juda ko'pchilik o'ylaydi, men juda aqlli bo'lishim kerak deb o'ylaydi, lekin bu aslida xato. Ya'ni attestatsiyadan o'tish uchun siz juda ham aqlli bo'lishingiz shart emas, ustozlar. Mani o'quvchilarim ham xuddi sizlarga o'xshagan oddiy o'quvchilar, lekin biza darslar davomida qaysi metodlar eskirgan, qaysi metodlar demak test yechishda bizani vaqtimizni ekonom qilib beradi. Boshqa shu narsalar haqida gaplashganimiz uchun, testlar qanday qilib javobini to'g'ri topish mumkinligini ko'rganimiz uchungina biz demak yaxshi natijalarga erishib kelyapmiz ustozlar. Bu darsda sizga mana shu tajribamdan kelib chiqqan holatda o'zim va o'quvchilarim eng ko'p ishlatadigan 5 ta eng kerakli bo'lgan metodni sizlar bilan bo'lishaman. Xudo xohlasa foydali bo'ladi. Bu metodlar o'zi qaysi metodlar va qanaqa joyda ishlatamiz? Kelinglar bitta-bitta men sanab beraman, undan keyin har biriga alohida to'xtalamiz. Birinchi metod bu mock testni to'g'ri ishlash usuli. Ya'ni juda ko'pchilik mock test yechadi, boshqa qiladi, lekin to'g'ri ishlamaydi. Misol uchun vaqtga qo'ymasdan ishlaydi, boshqa qiladi. Ya'ni vaqt chegaralanmagan deb hisoblab yechadi. Yaxshi natija ko'rsatishi mumkin, lekin bu narsa ertaga imtihonga borganda vaqt yetmay qolishiga yokida bo'lmasa qaysidir qiyin savol ko'rganda dovdirab qolib keyingisiga o'ta olmasligiga olib keladi. Demak, mock testni to'g'ri ishlash usuli haqida xudo xolasa sizlar bilan gaplashamiz. Undan tashqari har xil masalalar bor. Juda ko'p kitoblar, juda ko'p manbalar bor. Ya'ni qaysi masalalar o'zi ishlash kerak, qaysi masalalari ishlash kerak emas. Shu narsalar haqida gaplashamiz. Va keyingi metod bizada qisqa vaqtda masalani qanday qilib tez ishlash. Ya'ni tez ishlaganda ham javobini to'g'ri topib, javobdan ketgan holatda variantlarni ko'rib chiqib, demak qanday qilib to'g'ri topish mumkinligi haqida gaplashamiz va o'zimni ikkita oltin texnikam bor ustozlar test yechishda. Mana shu texnikani ham sizlarga o'rgatib beraman. Va undan tashqari juda ko'pchilik ustozlar qiynaladi. Trigonometrik tengsizliklar bo'limida demak qog'oz ruchka ishlatadi. Qog'oz ruchka ishlatmasdan turib ham qanday qilib miyada grafik chizmagan holatda demak testlari javobini to'g'ri topish haqida sizlarga gapirib beraman. Videoni oxirigacha ko'rgan ustozlarimiz uchun bo'lsa alohida sovg'amiz bor, ya'ni attestatsiyaga tayyorlanishdagi 25 ta masala deb nomlangan shu savollari yechimini sizlarga bepulga sovg'a sifatida taqdim etamiz. Yaqinda kanalimda so'rovnoma qildim. Bu so'rovnomada 500 tadan ziyod ustoz qatnashdi va 90% dan ziyod ustozlar attestatsiyaga har safar qayta topshirib, demak natijalari yuqori chiqa olmasligidan juda ko'pchiligi nolishgan. Buni asosiy ikkita sababi bor. Ya'ni birinchi sabab bu bizada testdan o'tish uchun aynan nimalar qilish kerak, aniq qadamlar bilmaydi. Aniq qadamlar bilmaganning hisobiga o'zi xohlagan tizimda ishlaydi va bu tizim har doim ham natija beravermasligi mumkin. Ikkinchisi bo'lsa, bu bizada bir xil xatoni qayta qiladi. Ya'ni eskirgan usullar bilan yuqori natija ko'rsatish xohlaydi. Bu eskirgan usullar 40 yil oldin, 50 yil oldin yozilgan usullar. Lekin hozirgi kunda matematika har kun rivojlanib boryapti. Undan tashqari har xil yangi metodikalar chiqib boryapti. Bu metodikalarni bilmaydigan bo'lsangiz, siz yuqori natija ko'rsata olmasligingiz mumkin. Agar siz mana shu ikkita narsani o'zingizda to'g'rilamaydigan bo'lsangiz, imtihonni keyingi yil topshirasizmi, 10 yildan keyin topshirasizmi, baribir sizda demak natija yaxshilanmaydi, o'sish bo'lmaydi. Misol uchun, ko'proq video darslarni ko'rish va test ishlash menga yordam beradi deb o'ylaysiz, lekin aslida unaqa emas. Ya'ni ko'p video dars ko'rish va juda ko'p test yechish ham sizga yordam bera olmasligi mumkin agar metodlaringiz eskirgan bo'lsa. Ya'ni eski metodlar bilan siz qayta ishlayverasiz, vaqtga qo'ymasdan ishlaysiz, demak xohlaganingizcha erkin grafikda ishlaysiz. Shuni hisobiga ustozlar sizlarda natija bo'lmaydi. Aniq tizim yo'qligi sizda o'sish bo'lmayotganligini, ya'ni o'sish bo'layotganini ko'ra olmasligingizga olib keladi. Va oxiri borib juda ko'pchilik o'qituvchi depressiyaga kirib qoladi, ko'ngli sovib qoladi sohasidan va demak oddiy darsga borib turib 45 minut darsimni o'taman, bolalarni tinchlantirib o'tiraman, undan keyin oyligimni olaman degan toifadagi o'qituvchilarga kirib qoladi. Agar siz tizim bilan ishlamaydigan bo'lsangiz, bugun qilaverasiz, ertaga yana tashlab qo'yaverasiz. Bugun qilaverasiz, yana ertaga tashlab qo'yaverasiz. Ya'ni bu narsa bugun motivatsiya oldi, boshladi, zo'r, ertaga nimadir muammo bo'lib qoldi, nimadir
demak joyini tushunmay qoldi yoki bo'lmasa qanaqadir to'siqqa kelib urilib qoldi. Bo'ldi, motivatsiya yo'qoladi. Motivatsiya yo'qolgandan keyin tashlab qo'yadi. Agar siz aniq tizim bilan ishlaydigan bo'lsangiz, sizda unaqa bo'lmaydi. Bugun boshladingiz, oxirigacha olib bordingiz, natijaga chiqdingiz. 90% ustoz imtihonga xuddi shu tizimsiz ravishda tayyorlanadi va imtihonga qayta-qayta borib, salbiy natija ko'rsatib, imtihondan yiqilib keladi. Demak, oxirida xulosa qilib aytadigan bo'lsak, juda ko'pchilik ustozlar mustaqil tayyorlanadi, attestatsiyadan o'taman deb o'ylaydi, lekin juda katta qismi testga tayyor bo'lmasdan turib imtihonga boradi, imtihon topshiradi va oxirida demak imtihondan yiqilib qaytib keladi. Bu narsa imtihondan yiqilishi o'zi har taraflama bosim beradi. Bu birinchidan o'quvchilarning oldida bizlar ustozimizni bilimi yo'q ekan deb o'ylashi mumkin yoki bo'lmasa maktab rahbariyatini yonida biza qanaqa bilimsiz kadr bilan ishlayapmizmi degan savollar ko'payishiga olib keladi va undan tashqari o'zini jamoasini yonida toifasi bu ustozdan yuqori bo'lgan ustozlari ko'ziga yomon ko'rinib qolishiga ham olib keladi. Oxir oqibat borib demak tayyorlanish uchun ketgan vaqt, energiya hammasi havoga uchib ketadi. Hozir men sizlarga imtihonga kerak bo'ladigan eng muhim demak 5 ta metod o'rgataman. Mana shu metoddan keyin shu metodlarni o'zingiz olib, o'zingizda qo'llab ko'rsangiz, sezilarli ravishda o'zingizda o'zgarish bo'lganini, o'sish bo'layotganini ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Birinchi metod bu bizada ustozlar mock testni to'g'ri ishlash. Ya'ni ko'pchilik men boya aytganimdek mock test ishlayotgan paytda to'g'ri ishlamaydi. Birinchi navbatda nima qiladi? Xohlagan joydan mock test oladi. Bu spetsifikatsiyaga mosmi yoki mos emasmi oladi va demak ishlashni boshlaydi. Ishlashni boshlagan paytda demak vaqtga qo'ymasdan ishlaydi. Bilasizlar, attestatsiya imtihonida o'qituvchilari eng katta muammosi bu vaqt muammosi. Agar imtihonda sizga xohlaganingizcha vaqt bersa, siz o'zingiz xohlagan natijani qilishingiz mumkin. O'tirib, shoshmasdan masalalarni fikrlab yechishingiz mumkin. Lekin imtihonda sizga o'zingiz xohlaganingizchalik vaqt berilmaydi. Imtihonda bizada vaqt chegaralangan. Aynan berilgan vaqt ichida siz shu savollarga javob berib, aytilgan balldan, misol uchun oliy toifaga harakat qilayotgan bo'lsangiz 80 balldan yoki bo'lmasa 70% lik ustamaga harakat qilayotgan bo'lsangiz 86 balldan oshirib, demak yuqori natija qilishingiz kerak. Belgilangan vaqt ichida. Lekin siz imtihonga tayyorlanayotgan paytingizda mock testni mana shunday yechmasligingiz bu yomon narsa. Shuning uchun bugundan boshlab har bitta mock testni ishlayotgan paytingizda oldingizda timer qo'ygan holatda hech qayerga chalg'imasdan bir boshdan demak ketishingiz kerak va o'sha vaqt ichida qanaqa natija qilayotganingizni bilib olishingiz kerak. Mani o'zimda shunaqa holat bo'lgan, ya'ni 2015-yilda Xitoyda men oltin medal olishim mumkin edi, lekin ola olmasligim eng katta sababi bizga 15 ta masala berilgan, 90 minut vaqt berilgan. Men masalalarni bir boshdan ishlashni boshlaganman. Bir boshdan 1, 2, 3 qilib yechganman. 4-savolga kelganda ancha to'xtab qolganman va demak 4-savolni men yechib javobini topib bo'lgan paytimda menda 40 minut vaqtim qolgan. Ya'ni 50 minut vaqtim menda mana shu 4 ta masalani yechishga ketib qolgan va bu yoqda hali meni 11 ta savol kutib turgan bo'lgan. Ya'ni men masalalari osonidan qiyiniga qarab yurish kerakligini bilmaganman, bir boshdan yechib ketganman. Lekin eng qizig'i mana bu 11 ta masalaning ichida men ikkitasini qo'shimcha yana ikkitasini to'g'ri yechishim mumkin edi. Shu 4-savolga ketkazgan vaqtim o'rniga men bu yoqdan 2 ta masala yechishim mumkin edi va bu bilan men oltin medal olishim mumkin edi. Demak, xulosa qilamiz, shu yoqda mock testni biz qanday qilib ishlashimiz kerak. Birinchi navbatda osonlarini ishlashimiz kerak. Agar osonlarini biz ishlamaydigan bo'lsak, qolgan testlarni to'liq yechishimiz uchun ham bizda vaqt yetmay qoladi. Vaqt qanchalik kam qolgani sari siz ichingizda qo'rquv boshlanadi, hayajon boshlanadi va shu joyga kelganda juda ko'pchilik ustozlar o'zini o'zi imtihondan yiqitib qo'yadi. Men nima qilaman, qolganiga qanday ulguraman, qaysini yechish kerak, nima qilish kerak deydi. Fokus demak misollari, masalalar yechishda emas, nima qilishda bo'lib qoladi. Ikkinchi metod bu bizda ishlashi shart bo'lmagan narsani ishlab o'tirishga vaqt ketkazib o'tirmaslik kerak. Ya'ni imtihonga tayyorlanish jarayonida juda ko'pchilik men bir boshdan boshlashim kerak, bazamni noldan qurishim kerak deb hisoblaydi.
Lekin aslida unaqa emas. Agar sizda qaysidir tipdagi masalalari, savollar yechish uchun aniq strategiya, aniq shablon, qanday qilib tez yechish mumkinligini agar siz biladigan bo'lsangiz, demak bu mavzuni siz o'rganishingiz shart emas. Bu mavzuni siz qayta misollarini yechganingiz bilan hech qanaqa sizda o'sish bo'lib qolmaydi. Yokida bo'lmasa hech qanaqa sizda tezligingiz oshib qolmaydi. Ya'ni sizda aniq strategiya bor, aniq shablon bor, siz qancha vaqtda yechishingizni bilasiz. Demak, bu masalalarni sizlar qayta leksiya qilib, o'rganib, bir boshdan kelishingiz shart emas. Bu narsalarni faqat mock testda kelgan paytda yechib ketsangiz bo'ldi. Alohida ichiga chuqur to'xtalib o'tirishingiz shart emas. Bir boshdan kelgan paytda juda ko'pchilikda shunaqa xato bo'ladi. Bir boshdan kelgan paytda men eng osonidan boshlashim kerak degan xato bo'ladi. Ya'ni oson savollar yechib ham vaqt yo'qotib qo'yadi. O'zi eng katta muammo nima o'qituvchilarda? Oilasi, bola-chaqasi, misol uchun ayoli yoki bo'lmasa xo'jayini bo'lishi mumkin. Mana shulardan ortib turib vaqt ajrata olmaslik eng katta muammo. Lekin shu vaqt topganda oson savollar bilan bo'lib, ularga chalg'ib, demak siz o'zingizni qimmatli vaqtingizni yo'qotib qo'yasiz. Shuning uchun ishlashingiz kerak bo'lmagan narsani ishlab vaqtingizni ketkazmang. Undan ko'ra o'zingiz bilmagan narsani o'rganishga, o'zingiz bilmagan strategiyalar o'rganishga, o'zingiz bilmagan usullar o'rganishga harakat qiling. Agar siz shu narsalarni to'g'ri qiladigan bo'lsangiz, sizda nimalar o'zgaradi ustozlar? Birinchi navbatda tayyorgarlik uchun ketadigan vaqtingizni tejab qolasiz. Ancha-muncha vaqtdan demak ekonom qilasiz. Undan tashqari demak sizda hayajon bo'lmaydi. Ya'ni siz o'zingiz yangi strategiyalar ko'rishga, yangi demak yo'nalishlar o'rganishga harakat qilyapsiz. Shuni hisobiga sizda o'sha ertaga imtihonga borgan paytingizda ham hech qanaqa hayajon bo'lmaydi. Eng qizig'i, eng yaxshisi siz o'zingizda hech qanaqa bosim his qilmaysiz. Ya'ni bosim deganim, mani vaqtim kam, ko'p narsa o'rganishim kerak, lekin men ulguramanmikin degan ko'pchilikda bosim bo'ladi. Mana shu bosim, demak, siz men aytganday qiladigan bo'lsangiz, sizda bo'lmaydi. Bemalol tayyorlanib, attestatsiya vaqtigacha erkin tayyorlanib, erkin o'rganib, o'zingiz xohlagan, vaqt topgan vaqtingizda, demak, darsingizni qilib borib ham, demak, bemalol yaxshi natija qilishingiz mumkinligini his qilishga boshlaysiz. Demak, ikkinchi metodi mana shunaqa eslab qoling. Qachon masalani ishlamasa ham bo'ladi, qachonki siz bu masala bo'yicha aniq fikringiz, aniq strategiyangiz va demak sinalgan usulda tez yechish usulingiz bo'ladigan bo'lsa, siz bu bo'limlarga to'xtalib o'tirmasangiz ham bo'ladi. Bu bo'limlardan o'tib ketib, ertaga mock test yechayotgan paytda takrorlashsangiz bo'ladi. Ichiga kirib, osonidan boshlab davom etib ketishingiz shart emas. Uchinchi metod meni eng yaxshi ko'rgan metodlarimdan bittasi, ya'ni masalani to'liq ishlamasdan ham javob topsa bo'ladi. Mana shu narsani ustida demak ko'proq ishlashingiz kerak. Buning uchun nima qilish kerak? Aniq strategiyalar bor. Misol uchun masalani tipiga qarab, kimdir oxirgi raqamdan ketib, misol uchun javobini topadi, kimdir demak javoblar ichidan ketib javobini topadi. Yana kimdir bo'lsa o'rniga son qo'yib, boshqa qilib topadi. Ya'ni masalani to'liq ishlamasdan ham bemalol javobini topsa bo'ladi. Bu narsani men har safar o'zim onlayn kursimda o'quvchilarimga aytaman. Ya'ni sizlar test yechasizlar, test yozma ishni yechmaysizlar. Ya'ni sizlardan to'liq yechiming qanaqa bo'ldi, nima bo'ldi, nimalardan foydalanding degan narsani hech kim so'ramaydi. Shuni hisobiga ham sizlar maqsad to'g'ri javob topish bo'lgani uchun maksimal darajada javobdan ketishlaringiz kerak yoki bo'lmasa boshqa metodlardan foydalanishlaringiz kerak. Vaqtdan yutish uchun. Xato yondashuv qanaqa bo'ladi desangizlar, ko'pchilik o'ylaydi, masalani to'g'ri javobini topishim uchun men uni to'liq ishlab chiqishim kerak, har bitta detaliga e'tibor berishim kerak. Men shunda demak masalani to'g'ri javobini topgan bo'laman deb o'ylaydi. Lekin aynan mana shu holatda siz ko'p vaqtingizni masalani yechishga, uni demak yechimini yozishga sarflab qo'yasiz va demak vaqtingizni o'tkazib yuborasiz. Lekin unday qilish shart emas. Misol uchun masalada son tanlash usullari bor. Masalada xato javoblarni chiqarib tashlab ham siz bemalol to'g'ri javobga kelsangiz bo'ladi yokida bo'lmasa masalani tavakkal belgilayotgan paytingizda sizda 4 xil variant bo'ladigan bo'lsa, sizni tavakkalingiz o'xshash ehtimolligi 25% bo'ladi. Agar siz ikkita xato javobini chiqarib tashlasangiz ham sizda o'sha o'xshash ehtimolligi 50% ga ko'tariladi. Ya'ni nima demoqchiman? Masalani to'liq ishlashni bilmasam, men masalan javobini topa olmayman degan yondashuv xato. Masalani to'liq ishlamasdan ham javoblardan ketib, o'rniga son qo'yib, boshqa qilib ham
javobini topsa bo'ladigan savollar bor va bunaqa savollarda siz to'liq yechishingiz shart emas. Oxirgi yaqinda ko'rgan misollarimizdan bittasini men sizlarga ko'rsatib berishim mumkin. Bu misolga ham o'rtacha 1 minutdan ziyodroq vaqt sarflaydi o'qituvchilar, lekin biza bu metodni ko'rganimizdan keyin bemalol 15 sekundda ham bu masalani yechadigan darajaga olib chiqdim deb o'ylayman. Ya'ni masalan shartida aytgan ABC natural sonlar x teng 5a plus 1, ya'ni 5 ga bo'lganda 1 qoldiq, 8 ga bo'lganda 4 qoldiq, 9 ga bo'lganda 5 qoldiq qoladi deb aytgan. Va x ning eng kichik qiymatini raqamlar yig'indisini so'ragan. Bu masalani ko'pchilik men bergan paytimda, demak, ustiga 4 ni qo'shib, x sonini topib, eng kichkina qiymatini, undan keyin raqamlar yig'indisini hisoblab topdi. Lekin men usuli aytdim. Bu yoqda bizada 9c plus 5, ya'ni 9 ga bo'lgan paytda 5 qoldiq qolishi berilgan. Nima qilasizlar? Sonni topib. Sonni topdingizlar, keyin raqamlar yig'indisini hisobladingizlar nima? Raqamlar yig'indisini 9 ga bo'lganda qoldigan 5 ligidan foydalanganlaringiz yaxshi emasmi degan fikr berdim. Ya'ni bu degani raqamlar yig'indisini 9 ga bo'lganda ham javoblar hammasi demak raqamlar yig'indisi berilgan. Shular ichidan qaysi birini 9 ga bo'lganimda 5 qoldiq qoladi. Shuni qidirish kerak degan metodni berdim. Va bu yoqda 9 ga bo'lganda 5 qoldiq qoladigan faqat bitta D javobda bor. Ya'ni bu masalani to'liq yechmadim, x sonini topmadim, boshqa qilmadim. Shunchaki demak x sonini 9 ga bo'lganda 5 qoldiq qolishidan javoblardan ketib, sirazi demak javobini topdim. Ya'ni bunaqa usullar ustozlar juda ham ko'p. Men ko'rsatganim bu shunaqa usullardan faqat bittasi. Va bunaqa usullari har bitta darsda biza 2 ta 3 tasini qanday qilib masalani qog'oz ruchka ishlatmasdan, chernak ishlatmasdan, oxirigacha yechmasdan demak javobini topish usullari haqida biza har bitta darsimizda o'rtacha 2 ta 3 tasini bunaqalardan ko'rib chiqamiz. Bu usuli o'quvchilarimga men ko'rsatganimdan keyin demak o'quvchilarimda test yechish bo'yicha tezlik sezilarli ravishda oshdi va juda ko'pchilik ustozlar hozirgi kecha kunduzda masalalari juda ham qog'oz ruchka ishlatib yechishga ishqiboz emas. Qog'oz ruchka ishlatmasdan qanday qilib yechishga ishqiboz. Nimaga men qog'oz ruchka ishlatmasdan yechish kerak deyapman ustozlar? Chunki sizlarda agar qog'oz ruchka bo'ladigan bo'lsa, sizlar miyalaringizda shunaqangi signal bo'ladi. Mana joy VIP, demak maqsad masalani oxirgi javobini topish degan fikr bo'lib qoladi. Qog'oz ruchka ishlatmasdan miyada o'ylab trenirovka qiladigan bo'lsangizlar, sizlarda miyalaringiz 3 qatorlik narsani miyaga yozganlaringizdan keyin 4-qator yozayotganda o'sha sizlarda 1-qatorda nima yozganlaringiz esdan chiqib qoladi va masalani javobini topishda qiynalib qolasizlar. Shuning uchun miya nima qiladi? Oson usullarni qidirishni boshlaydi va mana shundan keyin sizlarda har xil oson usullar, har xil oson metodlar kelishni boshlaydi. Attestatsiya imtihoniga kirgan paytda men o'zim uchun ikkita qoidani oltin qoida deb kiritib olganman. Men bilaman, testda misollari bir marta yechadigan bo'lsam ham, men testda xato qilmasligimni, xato qiladigan bo'lsam ham juda kam vaziyatlarda xato qilishimni bilaman. Lekin men mana shu ikkita qoidaga amal qilaman. Bu qaysi qoidalar ustozlar? Birinchi qoida demak savollari va men o'zimni belgilagan javoblarimni 2 martadan tekshirib chiqaman. Ya'ni bu narsa menda xato qilish ehtimolini juda ham kamaytirib yuboradi. Ya'ni imtihonda natijam baland chiqishiga foydasi tegadi. Siz bitta qilgan kichkina xatoyingiz ham demak sizni javobingizni noto'g'ri belgilashingizga olib kelishi mumkin. Ya'ni bu narsa nima ustozlar? Savol shartida A ni so'ragan bo'lsa, siz B ni topib qo'yishingiz mumkin. B ni topib qo'yganingizdan keyin shu javob bo'ladigan bo'lsa, siz e'tiborsizlik qilib shu javob belgilab ketasiz va sizni xatoga olib kelib qo'yadi bu narsa. Shuni hisobiga savollari, belgilagan javoblaringizni 2 martadan ko'rib chiqsangiz, siz ancha-muncha xato qilish ehtimolingizni kamaytirasiz. Demak, eslab qolinglar ustozlar, savollari 2 marta o'qiladi, javoblari 2 marta tekshirib chiqiladi. Mana shu narsaga e'tibor qilishimiz kerak. Va bizada eng oxirgi yog'li metod juda ko'pchilik ustozlar bizada trigonometrik tengsizliklarni yechayotganda yoki da bo'lmasa birlik aylanada javob olayotganda qaysi tarafdan qaysi tarafga yurishi bilmaydi yoki bo'lmasa bilsa ham ko'pchiligi adashadi. Mana shu adashishni oldini olish uchun birlik aylanani chizmasdan, ya'ni qog'oz ruchka ishlatmasdan, birlik aylanani chizmasdan masalalar yechishda qanday qilib to'g'ri ishlash. Shu narsa haqida men demak sizlarga batafsil tushuntirib beraman. Bu usulni juda kamchilik o'qituvchilargina bozorda ko'rgan, ya'ni
deyarli 0,01% o'qituvchilar desam ham bo'ladi, chunki bu usulni biza oxirgi kursimizda o'qituvchilar bilan birgalikda o'zimiz o'ylab topdik va demak shu usuldan hozir foydalanib kelyapmiz. Trigonometrik tengsizlik kelgan paytda bu usulni ko'rgan o'quvchilarim mani hech qaysisi birlik aylana chizish fikrini o'ylamaydi. Shu usuldan foydalanib masalalari javobini topadi. Kelinglar, men sizlarga shu usulni bitta-bitta ko'rsatib beraman. Misollarda kelgan paytda nima qilamiz, qanaqa qilamiz. Ikkita narsani o'zimiz uchun baza qilib olganmiz va qolgan barcha tengsizliklarda mana shu bazaviy formuladan foydalanamiz va bu formula bilan javobini bemalol oson topsak bo'ladi. Bu qaysi formulalar? Demak, birinchi formula bu bizada demak sinus x katta yoki teng a kelgan paytda javobi nima chiqadi? Demak, yozib qo'yaman. Arc sinus a'dan pi ayrilgan arc sinus a'gacha va sinusni davrini qo'shib qo'yamiz. 2pn ikkala tarafiga ham bu narsa qo'shiladi. Va ikkinchi qoida bor bizada ustozlar, nima? Kosinus x katta yoki teng a'dan. Kosinus x katta yoki teng a'dan. Bu kelgan paytda javob nima bo'ladi? Bizada minusda arc kosinusdan arc kosinus a'gacha. Va nima qilaman? Davrini qo'shib qo'yaman. Mana shu ikkita qoida bizlar uchun oltinga teng qoidalar. Ya'ni eng ko'p xato qiladi, qayerda xato qiladi ustozlar? Sinus x kichik yoki teng a ko'rinishidagi tenglamalar yechishda, tengsizliklar yechishda va kosinus x kichik yoki teng a ko'rinishidagi tengsizliklar yechishda xato qiladi. Shuning uchun biza mana bu tipdagi misollarni o'ylab o'tirmaymiz. Bu tipdagi misollar kelgan paytda biza tepadagi shablonga olib kelishga harakat qilamiz. Qanday qilib harakat qilamiz? Diqqat bilan kuzatib o'tiringlar ustozlar. Bir boshdan ko'rib chiqamiz. Demak, menga a'ni joyida, kelinglar sizlarga tushunarli bo'lishi uchun son bilan tushuntiraman. A'ni joyida misol uchun qanaqangidir son kelgan. Nechi? Misol uchun 1/2. Ya'ni sinus x kichik yoki teng 1/2 kelgan paytda men birlik aylana chizib, qaysidan qaysigacha bo'lishini topib o'tirmayman. Nima qilaman? Ikkala tomonini -1 ga ko'paytirib yuboraman. Ya'ni -1 ga ko'paytirgan paytimda minusda sinus x katta yoki teng minusda 1/2. Ya'ni mana bu ko'rinishga olib kelmoqchiman, birinchi ko'rinishga. Minus sinus x bo'lishi uchun keltirish formulalaridan sinus minus x qilib yozaman. Katta yoki teng minus 1/2. Ya'ni a'ni joyida menda minusda 1/2 kelib qoldi. Arc sinus minus 1/2 degani bo'lsa, menda nechi gradusda? Minus 30 gradusda erishadi. Ya'ni arc sinus a'ni joyiga men minus 30 gradus qo'yaman. Shunda menda nima kelib chiqadi? Minus x'im tegishli bo'ladi. Minus 30 gradusdan demak 180, pi ni joyiga 180 qo'ysam, minus 30 ayirsam 210 gradusgacha qo'shilgan davri 2pn bo'ladi. Endi bu minusni mana bu qavs ichiga kiritib yuboramiz. Minusni kiritib yuborgan paytimda minus 210 gradusdan boshlanadi, 30 gradusda tugaydi. Davrini bemalol qo'shib qo'yib ishlasangizlar bo'ladi. Ya'ni bu usul ustozlar qaysi nuqtadan qaysi nuqtaga, qaysi tarafdan qaysi tarafga yuraman degan ustozlar, adashadigan ustozlar uchun eng ideal usul. Ya'ni sinus x kichik yoki teng a ni men qaysi ko'rinishga? Sinus x katta yoki teng a ko'rinishiga olib kelib oldim. Endi xuddi shu misoli men sizlarga kosinusligi kelgan paytda o'rgataman. Bemalol ko'rib o'rgansangizlar bo'ladi. Kosinus x kichik yoki teng demak 1/2 dan. Demak, bu yoqda ham men ikkala tomonni -1 ga ko'paytiraman. Ya'ni minusda kosinus x katta yoki teng minusda 1/2 bo'ladi. Endi minus kosinus x degani bu kosinus minus x degani emas ustozlar. Kosinus nima? 180 gradus ayrilgan x. Katta yoki teng minus 1/2. Demak, minus 1/2 ga biz qachon erishamiz? Kosinusda qachonki, demak 120 gradus bo'lsa erishamiz. Buni joyiga 120 gradus qo'yaman. Ya'ni yozaman 180 gradus ayrilgan x tegishli
minus 120 gradusdan boshlab 120 gradusgacha. Plus davrini qo'shib qo'yasizlar. Endi 180 minus x bo'lganligi uchun men nima qilaman? Bu yoqqa olib kelib qo'yaman. Xohlasangizlar 180 ni ayringlar, xohlanglar demak minuslik qilib yozinglar. Farqi yo'q. 180 dan minus 120 ni ayrsam 300, 120 ni ayrsam 60. Ya'ni x tegishli necha? Kichigidan kattasiga yuramiz. 60 dan 300 gacha va qo'shilgan davri 2pn deb yozamiz. Va bu narsa bizada demak javobini tez topishimizga olib keladi. Birlik aylana chizib, qaysidan qaysiga yurishimiz kerakligini bilishimiz shart emas. Yoki deb bo'lmasa, bizari chalg'ish ehtimolimizni, xato qilish ehtimolimizni 90% gacha kamaytirib beradi. Bu narsani sizlar aynan kosinus x'lik emas, kosinus 2x, kosinus 3x kelgan paytda ham qilsangizlar bo'ladi. O'zgaradigan narsa bizada mana bu oxiridagi davrini qo'shayotgan narsamiz o'zgaradi. Boshqa hammasi bir xil mana shu strategiya bo'yicha yechiladi. Agar bu usul sizlarga tushunarli bo'lgan bo'lsa, videoning oxirida sizlarga alohida PDF formatda uyga vazifa ham beriladi. Uyga vazifada demak mana shu usullari qo'llagan holatda, shu usullardan foydalangan holatda siz trigonometrik tengsizligi javobini topishingiz kerak bo'ladi. Bu narsa demak sizga mustahkamlash uchun baza bo'ladi ustozlar. Bemalol olib, qo'llab foydalansangiz bo'ladi. Bu qoidalarga amal qilgan o'quvchilarim attestatsiya imtihoniga borib, yaxshi natijani ko'rsatib, yaxshi ball olib, demak, toifasini oshirib kelishyapti. Bunaqa o'quvchilarimdan natijalarini bemalol mana bu yoqda ko'rsangizlar bo'ladi. Chunki bu o'quvchilarim har bittasi bilan gaplashsangiz, har bittasi mana shu usullari, mana shu strategiyalari ko'rgan, o'rgangan va amal qilgan. Ya'ni qanaqadir super qobiliyatli daho emas, shunchaki demak tizimli ravishda o'qib turib natijasini qadamma-qadam ko'tarib kelishyapti. Bundan tashqari respublikada har bitta viloyatidan meni o'quvchilarim bor. Har bitta viloyatdagi o'quvchilarim demak meni onlayn kurslarimda o'qib, shu metodlarni o'rganib, shu metodlarga amal qilib, shu metodlarni demak o'quvchilariga o'rgatib, o'zida birinchi o'zi o'rganadi, keyin o'quvchilariga o'rgatib, demak natijasini, bilimini oshirib kelyapti. Agar men onlayn kurslarim sizlarga ham agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, men sizlarni Ta'lim Pro deb nomlangan onlayn kursimga taklif qilaman ustozlar. Bu kursni bitirgan ustozlar nima uchun yuqori ball olishini men sizlarga tepada har bittasini sanab ko'rsatib berdim. Ya'ni bu kursda nimalar bor ustozlar? Bu kursni bitirgan o'qituvchilar demak nimaga attestatsiyaga borib yaxshi natija ko'rsatyapti? Chunki bu yoqda aniq tizimli mavzular bor. Plus shablon strategiyalardan biz to'liq voz kechganmiz. Oldin tushgan misol masalalari, testlari har bittasini ko'rib boramiz. Demak, men o'zim asosiy ustoz bo'ladigan bo'lsam, mendan tashqari tajribali ustozlar, mentorlar, kuratorlar alohida o'quvchilarga biriktiriladi. O'quvchilari demak doimiy ravishda nazorat qilib boradi bular. Qaysi bo'limda qiynalyapti, nimaga qiynalyapti, har bittasiga demak alohida o'tziv berib boriladi. Juda ko'pchilik o'qituvchilarda shunaqa muammo bor, ya'ni har xil joylarga borib ko'radi, har xil video darslari ko'rib ko'radi, boshqa qiladi, lekin juda ko'pchiligida deyarli bir xil shablon bor, ya'ni eski abituriyent bo'lgan paytidagi shablonni haligacha boshqalarga o'rgatadi. Bizlar kursimizda bo'ladigan bo'lsa, oson tilda tushuntiriladi darslar, shablondan voz kechiladi. O'quvchilarimiz demak shablon fikrlashidan ko'ra nostandart fikrlashi, yangicha metodlar o'rganishi bizada birinchi o'rinda turadi. Va eng asosiysi har bitta mavzuni ko'rib, savollarini yechish uchun tayyor testlar to'plami bor. Bu yoqda testlar to'plamida sizni oson masalalar kutib turmaydi. Qaysi mavzuda qiynaladigan bo'lsangiz yoki bo'lmasa hammasini yechib chiqaman desangiz ham sizlarga shu beriladi. Bemalol ko'rib, yechimlarni men tomonimdan, kuratorlar tomonidan o'rganib, demak natijangizni, toifangizni oshirsangiz bo'ladi. Bu kursim meni 4 oyga mo'ljallangan, ya'ni har bitta haftada biz bittadan modul ko'rib chiqamiz ustozlar bilan va 4 oydan keyin bemalol testlari oson yechadigan bo'lishlari mumkin ustozlar. 16 ta modul demak bizada qanaqa qilib taqsimlangan ustozlar. Birinchi bo'lib 0-modul, ya'ni kirish modulidan boshlanadi. Kirish modulida demak darslar qanaqa bo'lishi, qaysi formatda bo'lishi, kim bilan kim biriktirilgan, hammasi demak o'qituvchilarga tushuntirib beriladi. Va birinchi modulda bizada natural va kasr sonlar juda qisqa o'tiladi, lekin
har bitta detali, har bitta elementi va yangicha chiqayotgan tipdagi masalalar shu yoqda ko'rsatib boriladi. Ikkinchi modul bu bizada algebraik ifodalar, chiziqli tenglama tengsizliklar, ildizli ifodalar. Eng men yaxshi ko'radigan strategiyalarim bor bu yoqda, ya'ni algebraik ifodalarda juda ko'pchilik odam bizada bitta-bitta soddalashtirsa, bizadagi o'quvchilarimiz kursdan keyin bu yoqda hech qaysisi bitta-bitta o'tirib soddalashtirmaydi. O'rniga son qo'yadi, javobini topadi. Ya'ni vaqtdan yutishib o'rganadi bu yoqda. Uchinchi modul bizada ratsional tenglama va tengsizliklar. Ya'ni tenglama yechishlar bo'yicha alohida shug'ullanamiz. Qanday qilib tez javob topsa bo'ladi, qanday qilib ko'paytuvchi yaratsa bo'ladi, har bittasini bitta-bitta ko'rib chiqamiz. To'rtinchi modul bu bizada irratsional ko'rsatkichli tenglama va tengsizliklar moduli. Har bitta moduli demak o'rganib, to'liq ko'rib borgan ustozlarimiz bizada aynan shu modullar bo'yicha vaqt masalasida juda ham yaxshi natijalarga erishadi. Ya'ni irratsional tenglama keladimi, ko'rsatkichli tenglama keladimi, bemalol demak 2 minutda yechadigan darajaga chiqadi. 5-modul bu bizada funksiya va logaritmlar moduli. Juda ko'pchilik ustozlar bilasizlar, funksiya degan bo'limni juda yomon ko'radi, funksiyada javob topishga qiynaladi, funksiyani tuzishga qiynaladi. Aynan shu savollarga biz 5-modulda javob topamiz. 6-modul bu bizada progressiyalar va matnli masalalar. Juda ko'pchilik ustozlar yoqmaydigan bo'limlari boshlanadi mana shu yoqda. Ya'ni matnli masalalar, matnli masalada qanday qilib javobdan ketish kerak, qanday qilib son qo'yish kerak, nimani belgilash kerak, har bittasiga alohida to'xtalib o'tamiz sizlar bilan. 7-modul bu bizada trigonometriya boshlang'ich bo'limi. Ya'ni trigonometriyani biz katta bo'lim bo'lganligi uchun alohida 2 ta modul qilganmiz. Ya'ni trigonometriya bo'limini biz 2 hafta davomida ko'rib chiqamiz. Ya'ni 1 va 2 bo'lim qilib ko'rib chiqamiz. 7 va 8-modullar bizada trigonometriya modullari hisoblanadi. 9-modul bizada hosila va integral moduli, ya'ni hosilani qanday olish kerak, hosilani masalalarda qanday tatbiq qilish kerak, chizmalik masalalar kelgan paytda hosilani qanaqa qo'llaymiz, nima qilamiz va xuddi shunday integralda ham shu narsalar bo'ladi. Juda ko'pchilik ustozlarimiz bizada integralda bo'laklab integrallash, integral orqali yuza hisoblash, hajm hisoblashlarda qiynaladi. Mana shu 9-modulda sizlar hamma savollaringizga javob olasizlar. 10-modul meni eng yaxshi ko'rgan modulim, ya'ni O'zbekistonda juda kam sonli ustozlar bu bo'limlarda xato qiladi. Ya'ni 95% o'qituvchi bu bo'limlarda xato qiladi. Men shu 5% ichidaman desam bo'ladi. Ya'ni kombinatorika va ehtimollar nazariyasi. Hamma formula yodilayotgan bir paytda biz kombinatorika va ehtimollar nazariyasini hech qanaqa formula ishlatmasdan, boshqa qilmasdan o'zimiz fikrlab javobini topish haqida gaplashamiz. Bizada mana shu 10 ta modul algebra bo'limini to'liq ko'rib chiqishimiz uchun yetarli bo'ladi va algebra bo'limidan mana shu 10 ta modulni ko'rib bo'lganingizdan keyin sizda hech qanaqangi savol qolmaydi ustozlar. 11-bo'limdan boshlab biz geometriya bo'limini ko'rishni boshlaymiz. Ya'ni bizada 11-modul bu uchburchaklar moduli. Geometriyada ham biz 2 tadan modul qilib ketganmiz. Ya'ni geometriyada uchburchaklar bo'limining ichiga juda ko'p narsalar kirib ketadi. Misol uchun, bissektriya xossalari, mediana xossalari, balandlik, yuza topish, o'xshashlik, juda ko'p mavzulari bo'lganligi uchun ham biz uchburchaklar modulini 2 haftaga mo'ljallaganmiz. 2 haftada mana shu uchburchaklar modulini to'liq bir boshdan A'dan Y'gacha ko'rib chiqsak bo'ladi. Ya'ni 11-12-modullar bizda uchburchaklar bo'ladi. Bu modullardan keyin uchburchakka doir masalani qarab turib yoki da bo'lmasa qanaqa yasash qilish kerakligini eng asosiy ideologiyalarni o'rganib olasizlar. Bizda demak 13-14-modullar bizda to'rtburchaklar, ko'p burchaklar va aylanalar moduli hisoblanadi. Aynan mana shu modulda demak biz to'rtburchaklar, romb, parallelogram, to'rtburchak, kvadrat, deltoid har bitta shakli xossalariga alohida to'xtalamiz. Ularda yuzalar qanday topiladi, kesmalar qanday topiladi, aylanada burchaklar qanday hisoblanadi, vatarlar qanday hisoblanadi, hammasini demak bitta-bitta sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Va bizda 15-modulimiz stereometriya. Ya'ni stereometriyani qattiq jismlar modulini biz alohida bitta bo'lim qilganmiz. 15-modulga kiritganmiz. Boshlang'ich tushunchalar, fazodagi tekisliklar, to'g'ri chiziqlar qanaqa joylashishi, ular orasidagi burchaklar juda ko'pchilik qiynaladi. Ayqash diagonallar mavzusi demak bizda 15-moduli ichiga kiradi.
va 16-modulda biza fazoviy jismlar. Mana shu narsalar va ularni kombinatsiyasi kirib ketadi. Biza buni 16-modulda ko'rib chiqamiz. Demak, kursdan oldin agar sizda vaqt bo'yicha masala bo'layotgan bo'lsa, trigonometriya, hosila integral bo'limlarida, kombinatorika ehtimollik bo'limlarida qiynalayotgan bo'lsangiz, siz kursdan keyin bemalol shu bo'limlarni yaxshilab o'zlashtirib, testlari qanday qilib qisqa vaqt ichida yechish usullarini o'rgangan bo'lasiz. Qanday qilib qog'oz ruchka ishlatmasdan javob topsa bo'ladi, usullarini o'rganasiz. Mock bilan qanday ishlash kerak, ya'ni mock test qanday ishlash kerak, hammasini demak siz o'zingiz uchun miyangizda konstruksiyasini qilib olgan bo'lasiz. Bizada kursimiz to'liq onlayn formatda bo'ladi, ya'ni siz qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, xohlasangiz Amerikada bo'ling, xohlasangiz Qoraqalpog'istonda, xohlasangiz Andijonda, O'zbekistonni, dunyoni xohlagan nuqtasidan turib bizlari darslarimizda bemalol qatnashib, darslarimizni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Kursni siz bizlar o'zimizning maxsus platformamizda video darslar orqali ko'rib o'rgansangiz bo'ladi. Men bu haqda ham sizlarga qisqacha tushuncha berib ketaman. 2022-yildan beri onlayn dars o'tayotgan bo'lsam, shu paytgacha onlayn darslarda deyarli logika bir xil ishlagan. Bugun demak o'qituvchi mavzuni o'tadi, orqasidan 30 ta, 35 ta, balki 40 tadir, 50 tadir, bilmayman, nechtadir vazifa beriladi ertagacha yechib tugatishingiz uchun va ertangi kungi Zoomda bo'ladigan darsda siz demak masalani tahlilini ko'rishingiz mumkin bo'lgan. Sizdan hech kim mavzuni qanchalik tushunding, o'zlashtirish foizing qanaqa bo'ldi degan savol bermagan. Shunchaki vazifani yechgansiz, bodga kiritgansiz, mana bunaqa natija qildim deb yurgansiz. Tushunmagan mavzularingiz shunchaki qolib ketavergan. Undan keyingi kun yana mavzu vazifa qilib borilgan. Bu bizlar platformamizning ustunlik tarafi. Bizada demak 16 ta modul, bizada 300 tadan ziyod video darslarga bo'lib tashlangan. Ya'ni har bitta video dars demak maksimal 15 minut davom etadi. Buni sizga qulay tarafi bo'lsa, siz ishlaringiz orasida ham 15 minutdan demak darslari videosini ko'rib, shunga doir masalalar yechib, test topshirishingiz mumkin bo'ladi. Oldin bizada demak kurslarda 2 soatlik, 3 soatlik zapislar berilgan bo'lsa, hozir unaqa bo'lmaydi. Bitta o'tirganda 2 soat, 3 soatlik dars ko'rishingiz shart emas. 15 minut nimadir mavzuni o'rganasiz, shu bo'yicha test topshirasiz. Demak, testingizning natijasi sizda yaxshi chiqadigan bo'lsa, sizga keyingi video darslarga ochib beriladi. Agar testingiz natijasi yaxshi chiqmaydigan bo'lsa, chiqmagan savollaringizni platformada o'rganib, mentor ustozlarimizdan o'rganib, qayta test topshirish imkoniyati beriladi. Ya'ni qayta test topshirayotgan paytingizda ham sizga aynan oldingi yechgan testingiz emas, shu test tipidagi boshqa savollar keladi. Agar siz qaysidir mavzuni zo'r biladigan bo'lsangiz, men yuqorida aytganimdek, bu mavzuga doir savollari qayta ishlashingiz shart bo'lmaydi. Qaysidir mavzuda qiynaladigan bo'lsangiz, shu mavzuga doir misollarni qayta ko'rib, qiyinlarini ko'rib, o'rganib, demak o'zingiz ustingizda praktika qilib borishingiz mumkin bo'ladi. Men 100% aytib bilaman, bu hozirgi bo'layotgan kursimiz o'qituvchilari faqat natijaga chiqarish uchun qaratilgan. Sababi ortiqcha yuklama yo'q, yechish kerak emas bo'lgan narsalar yo'q bu yoqda. Hamma yechish kerak bo'lgan, ko'rilish kerak bo'lgan va yangi strategiyalar o'rganish kerak bo'lgan strategiyalar qo'shilgan va eng asosiysi siz har doim bizlari nazoratimizda bo'lasiz. Platformadan tashqari sizlarga alohida 2 tadan mentor ustozlar biriktiriladi, ya'ni bu mentor ustozlar sizlarning vazifalaringizni doimiy ravishda tekshirib boradi. Platformada darslar ko'rmayotganliklaringizni nazorat qilib boradi. Muammoli qanaqadir savolga duch keladigan bo'lsangiz, jonli va demak video dars orqali sizlarga yechim berib boradi. Toki mana shu kursga qo'shilganingizdan boshlab attestatsiya imtihonida yaxshi natija qilguningizcha sizga yo'l yo'riq ko'rsatib boradi bu ustozlarimiz. Agar video dars ko'rib turib qaysidir joyini tushunmaydigan bo'lsangiz, bu mentor ustozlarimiz siz bilan alohida ishlaydi, qo'shimcha dars o'tib beradi, tushunmagan joyingizni, tushunmagan mavzularingizni tushuntirib boradi. Bundan tashqari haftada 2 kun men o'zim jonli dars o'taman. Bu jonli darsda demak aynan sizlarni qiynayotgan savollarga birgalikda yechim qilamiz, yangi metodlar o'rganamiz va demak qog'oz ruchka ishlatmasdan qanday qilib testlar yechish mumkinligini o'rganib boramiz. Bu men o'zim tashkil qiladigan jonli darslarda demak sizlar o'zlaringizni qiynayotgan eng qiyin savollarga ham hammasiga javob olishlaringiz mumkin bo'ladi. Qo'shimchasiga siz 2 ta maxsus guruhga biriktirilasiz, ya'ni bu
guruhlar, birinchisi kichik guruhlar, ya'ni har bitta mentor o'qituvchimizga 50 tadan ustoz biriktirilgan bo'ladi. 50 ta ustoz bo'layotgani sababi bizada mentor ustozlarimiz, demak, effektivroq ishlab bilishi uchun ham bizada mentorlar 50 tadan ustozni ko'rib, nazorat qilib boradi. Ikkinchisi, bu bizada umumiy guruh, ya'ni bu guruhda men o'zim ham bo'laman. Men o'zim bilan chat qilishlaringiz mumkin bo'ladi va men o'zim yangiliklari, yangi o'rganayotgan metodlarimizni, boshqalarni hammasini shu umumiy guruhda qo'shimchasiga berib boraman. Kurs yakunida, demak, shu kursni tugatganligingiz bo'yicha sizga alohida maxsus sertifikat beriladi va eng oxirida biza o'quvchilarimiz bilan offlayn bitiruv kechasini qilamiz. Bu bitiruv kechasi xudo xolasa Toshkent shahrida bo'lib o'tadi. Kursda o'qigan barcha ustozlarimiz keladi. Demak, bir kun, yarim kun davomida sizlar bilan ko'rishamiz, jonli gaplashamiz. Qanaqangidir savollaringiz bo'lsa, men bilan yuzma-yuz ko'rishib javob olishlaringiz mumkin bo'ladi va o'yin kulgi ham qilamiz. Bundan keyin uje siz imtihonga to'liq tayyor bo'lgan bo'lasiz. Bitta mana shu kursni o'qib chiqasizlar va sizlar nimalarga ega bo'lasizlar ustozlar? Oylik daromadlaringizni 70% gacha oshirishlaringiz mumkin. Hozir 3 million oylik olib turgan o'qituvchi 3 million oyligini ustiga 70% ustamasini o'zi ham 2 million 100 bo'ladi. 5 million 100. Men aytmayapman, oliy toifali o'qituvchi yoki boshqa bo'lgan o'qituvchilar oyligini hisoblamayapman. Men o'rtacha hisobda 3 million oylik oladigan o'qituvchini oyligi 70% ga oshishini hisoblab beryapman. Toifangiz oshadi, boshqalardan ajralib turasiz, o'zingizga bo'lgan ishonchingiz ortadi, jamoadagilar hurmati oshadi sizga nisbatan, natijalaringizni ko'rgandan keyin direktoringiz sizga bo'lgan hurmati oshadi, sizni qo'yib yuborgisi kelmaydi boshqa joyga va eng asosiysi o'quvchilaringizni sevimli bo'lgan o'qituvchisiga aylanasiz. Assalomu alaykum hammaga. Men Nuriddinova Gulnora Sayfiddinovni Abbos ustozning kursida o'qib nimalarga erishdingiz? Hozir men sizlarga shuni ko'rsataman. Mana 2023-yilda o'qib erishgan natijam 2 oyda olganman. Va mana bu Abbos ustoz bilan Lutfullaxon ustozning kursida o'qib erishgan natijam. Undan avvalgi natijam sepilsa edi. Va Abbos ustozi boshqalardan ustun jihatlari nimada degan savolga javobi mana bu yerdan ko'rishlaringiz mumkin. Ustoz barcha kursidagi materiallarni hech kimdan qizg'anmaydi. Hammasi shu guruhda qoladi. Sotib olgan kursimizda mana bemalol qayta o'rganib, qaytadan attestatsiya bemalol tayyorlanish mumkin. Xo'p, va tavsiya qilaman barchaga. Ustoz kurslari, yangi kurslarda ham qatnashish niyatim bor. Assalomu alaykum. Mening ismim Rimboy Muzaffar. Men Qoraqalpog'iston Respublikasi Xo'jayli tumanida matematika fanida dars beraman. Bir necha yil davomida birinchi kategoriyani olishda qiyinchiliklarga uchradim. Lekin Abbosxon kurslarida tayyorlanganimdan keyin birinchi kategoriyani oldim. So'ng milliy sertifikatda bu plyus darajaga erishdim va nihoyat kuzda bo'lib o'tgan attestatsiyada oliy kategoriyaga erishdim. Mana hozirda 70% ustamaga tayyorgarlik jarayonidaman. Agar sizlarga ham kurs qiziq bo'lgan bo'lsa, ustozlar videoni tagida link bor. Shu link bilan bemalol kirib, shu link bilan saytga bemalol kirib, saytdan registratsiya qilishlaringiz mumkin. Biz sizlar bilan bog'lanamiz. Undan tashqari alohida yopiq Telegram kanal linki bo'ladi. U kanalga обязательно o'tib olinglar, chunki u yoqda men demak o'zimni pullik kursimda ustozlarga berayotgan eng yog'lik savollar, yog'lik mavzular, yog'lik testlari ichidan eng yaxshilarini olib sizlarga berib boraman. Video darsimiz ustozlar shu yoqda o'z nihoyasiga yetadi. Agar sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, men juda ham xursandman. Xudo xolasa sizlar bilan keyingi video darslarimizda yana ko'rishamiz.